Allohimiz asradi, ko'rasizlarmi, rechakka. Uzilib ketdi, prosta uzilib ketdi. Bunday san'at mashinasini tekshirishga olib qo'ygan edik. Ular so'ng tarafidan ovoz chiqyapti, qirsillagan ovoz chiqyapti. Haydab tekshirib ko'rdi, yurib ketayotganda prosta uzilib ketdi. Ko'rasizlar? Endi bunaqa holatda nima qilsa bo'ladi? Egasi tushunarmikan degan savol. Egasi tushunadimi yo'qmi? Ko'rasizlar? Agar sizlar mashinangizda ham shunaqa bo'lganda, o'zi hadoyda muammo bo'lib olib kelaylik, biz tekshirib ko'rganmizda, uzilib ketsa, mashinani tashab ketgan bo'lsangiz, uzilib ketib qolsa, mana shunaqa richak nima qilgan bo'lar deylar. Bizda ayb bo'ladimi yoki tushunarmi deylar. Ko'rasizlar? Yaxshi bu o'zimizning o'rtog'imizning akasining mashinasi, telefon qildi, bittada tushundi. Richak qo'yib beramiz, cho'kki bo'ladi, xudo xolisa. Allohning o'zi asragan tarafi, masalan, o'zida katta skoroustda pavorotlarga kirganda, uzilib ketib qolganda, mana ketish xavfi tug'ilardi yoki har xil noxush holatlar bo'lishi ham mumkin. O'shaning uchun mashinanglar qirsilladimi, tirsilladimi, sraz ustiga olib kelib ko'rsatinglar, sraz. Shunaqa holatlar bo'lishi ham mumkin. Hammanglar o'zinglar asranglar, kommentariyaga yozinglar, sizlarda shunaqa holat bo'lgan nima bo'lardi? Ustoz kelib sizlar ham yozinglar, sizlarda shunaqa holat bo'lganmi, yo'qmi? Joningiz sog' bo'lsa, hammanglar o'zinglar asranglar. Alloh panohiga.